Panoramniy vidlarga necha? Hop, ishimizga qaytamiz. Bizda 3-San-Uzel ham bitdi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham idealniy chiqdi bu. Buni endi nimaga qotirmadik? Chunki kafil devorga kafil yopishtirganda hali ancha zapas bor ekan. O'shanga bemalol qoldiraveringlar deyishdi. No, bizda siloy qisiydigan kabeldan siloyga o'tgan joyini baribir shtrabit qilib devorlar ichiga tiqib yubordik. NTC datchiklar har doimgidek joyida. Chunki mana shu ploshni gradusiga qarab datchik o'chirib yoqadi. Eslatib o'tamiz, datchigimiz Reinhardt firmaniki. Buni ham tekshirishga tayyor qilib ulab qo'ydik hammasini. Xudo xolisa yana bitta San-Uzel qoldi bo'ldi. Baho beringlar. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.